Dunyoning yaratilishi. Qur'oni Karimdagi Fussilat surasida shunday marhamat qilinadi. Ayt: sizlar haqiqatdan ham yerni 2 kunda yaratgan zotga kufr keltirasizlarmi va unga boshqalarni tenglashtiryapsizmi? Axir bu olamlarning Robbi-ku. U zot o'sha yerning ustida barqaror tog'larni qildi, uni barokatli qildi va uning ahli rizqini 4 kunda o'lchovli etib taqdir qildi. Bu so'rovchilar uchundir. So'ngra tutun holidagi osmonga istivo qilib, unga va yerga ikkovingiz ixtiyor qilgan holingizda yoki majbur holingizda keling dedi. Ikkovlari ixtiyor qilgan holimizda keldik dedilar. 9-11 oyatlar. Dunyo yaratilayotgan vaqtda osmon tutundan iborat bo'lganligi Qur'oni Karimning mana shu oyatidan bilinib turibdi. Hozirgi ulamolar dunyoning yaralishi haqida turli fikrlarni ilgari surganlar. Jumladan astronom olim Sir James Joyce shunday deydi: borliq yaralishidan avval undagi moddalar gazdan iborat bo'lgan va shu gazlarning o'zaro birikishi natijasida sayyoralar kelib chiqqan. Doktor Jamo esa dunyo vujudga kelayotgan vaqtda u tartibli tarqoq gazdan iborat bo'lgan. Uning qalinligi va haroratini tasavvur qilib bo'lmaydi va shu gazda turli moddalarning aralashuvi natijasida atom parchalanishi vujudga keldi. Mana shu haddan tashqari issiq gazga qattiq bosimning ta'siri natijasida borliq vujudga kela boshladi. Issiq harorat pasaydi. Gazlarning harakatlanishi natijasida bulutlar vujudga kelib, ular yulduz va boshqa sayyoralar sifatida shakllandi deydi. Qur'oni Karimda borliqning tutundan yaratilganligi aytiladi. O'sha vaqtdagi arablarga mana shu so'z, ya'ni tutun tanish bo'lgan. Bizga zamonda shonimlar esa tutunni gaz deb ataganlar xolos. Mohiyati bitta. Yana savol tug'iladi. Ilm olmagan, o'qish yozishni o'rganmagan Muhammad payg'ambar inson zoti anglab yetmagan haqiqatni qayerdan olib aytgan? Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyat Allohning so'zi ekanligining isboti emasmi?